Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar. Bog'dorchilik va uzumchilik sohasida havaskorlarga, ayniqsa yoshlarga o'zlarini bilim va tajribalarini bevosita onlayn jonli efirda berish uchun mashhur loyihalarımizdan birini boshladik. Bog'bonlarni taklif qilganmiz. Efir davomida ular qo'shilib borishadi. Bugungi efirni men bilan birga Umarxon aka, Nodirbek aka, Baxtiyor akalar olib boramiz. Albatta ustoz bog'bonlarimizdan ekspertlar qatnashyapti. Ularning orasida Rustam aka qatnashyaptilar. Efir so'ngida ozgina qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa vaqt ajratamiz va sizlarni qiziqtirgan savollarga bevosita javob beradilar. Xush kelibsizlar hammanglar. Rustam aka, sizni ko'ryapmiz, marhamat. Qaysi navlardan mayiz qilganingizda yaxshi natijalarga erishdingiz? Endi dunyo bo'yicha hozirgi paytda Amerikaning kishmish navlari birinchi o'rinda turibdi. Bu nima demoqchiman? Hech qanday gibridin qilinmasdan oddiy tabiiy holatida kishmish bo'lyapti. Endi qarang, hozirgi paytda men mana qaysi navlardan mayiz qilganman deb aytishim mumkin. Bu Amerika kishmishlarida kelganlardan hammasidan mayiz qilganman. Hammaning mayizi zo'r bo'lyapti. Asosiy mana shu avatar bilan Lamborghini'ni mayizi juda zo'r bo'lyapti. Qarang, hozirgi oxirgi paytda mana qo'limga kelib tushdi Pandora, endi Adora Seedless deyiladi. Uni ham doni juda katta, nima desam shu go'shtlik. Takrorlayman, mana hozirgi paytda Amerikaning kishmishlari juda mayizbop, juda yaxshi bo'lyapti. Men masalan shaxsiy Timson, keyin Shelkunchik, Lamborghini, kishmish Stoletiya, keyin mana shu Avatar, ularning hammasini mayizini qilganman. Zo'r bo'lyapti. Lekin bularning ichida eng zo'rlaridan biri mana yana Avatar bo'lyapti. Sababi Avatarda ichida suv kam bo'lib, doni ham og'ir tortadi hamda go'shtlik juda sifatli bo'ladi. Hamda Lamborghini'niki hosili oddiy tabiiy holatda og'ir tortsa taroziga qo'yib, mayiz qilgandan keyin suvi ko'p bo'lgandan keyin mayizi kamroq bo'lib ketadi. Endi shu sababdan hozir yana takrorlayman, shu Pandora navi yetib keldi. Dunyoda eng katta qora kishmishlardan biri hisoblanadi hamda juda qattiq go'shtlik. Shu sababdan menimcha bu narsani ham mayiz qilinsa kelajagi juda katta bo'ladi. To'g'ri, hozirgi paytda bu novda juda qimmat, lekin oradan 5 yil o'tgandan keyin baribir oddiy bo'lib ketadi. Birov mayiz qilib, mayizdan daromad qilmoqchi bo'lsa, menimcha mana shu Amerika kishmish navlariga ko'z quloq bo'lish kerak. To'g'ri, endi oddiy sug'diyonani ham zo'r bo'lyapti mayizi, lekin mana shu doполнительный ortiqcha gibridin bilan ishlatish bu qo'shimcha operatsiya bo'lyapti. Menimcha oddiy Amerika kishmishi oddiy holatida masalan shu gibridinsiz oddiy holatida qilinsa, konkurensiya degan joyda Pandora degan narsa 4 yil, 5 yildan keyin menimcha talabi ortiqcha bo'ladi oddiy sug'diyona naviga ko'ra. Lekin vaqt soat ko'rsatadi, ko'ramiz nima bo'ladi. Hozirgi paytda to'g'ri, bu yangi Amerikani navlari qimmat bo'lyapti. Hammani imkoni yo'q olib gektar qilishlari. Lekin perspektivaga qarasangiz 10 yil, masalan 5 yildan keyin bo'ladigan bo'lsa, vaqt soatga oladigan bo'lsangiz, mana shu qo'shimcha operatsiya, mana shu gibridin bilan ishlatish, qaychi bilan qirqish, boshqa narsalardan olib tashlasangiz, keyin konkurensiya degan narsadan yutasiz. Keyin yana boshqa narsalar bor.
u hamma narsani ishlab chiqariladigan bo'lsa, narx-navosi, boshqa narsa, hamma narsani talabni ishlab nima qilib ko'rish kerak. Lekin kishmish bo'yicha navlarda nimaga qiladigan bo'lsangiz, Amerika uzumlari birinchi o'rinda turibdi. Shu birinchi o'rinda turgandan keyin iloji boricha mana shu navlarga o'tish kerak. Barcha guruh ishtirokchilariga tashakkur bildiramiz.